Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 17, 18 hamda 19 avgust kunlari kutilayotgan tezkor rasmiy ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida 17, 18, 19 avgust kunlari havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past. Nukusda kunduzgi harorat 17 avgustda 38 daraja, 18 avgustda ham 38 daraja, 19 avgust kuni esa 37 daraja atrofida jazirama issiq bo'ladi. Tunlari 22-23 daraja iliq havo saqlanadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham issiq va asosan ochiq havo kutilmoqda. Buxoro atrofida kunduzgi harorat 3 kun davomida 36-37 darajaga yaqin bo'ladi. Navoiyda esa 17 avgustda taxminan 37, 18 avgustda ham 37, 19 avgust kuni esa 36-37 gradus atrofida issiq bo'lishi mumkin. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida asosan ob-havo ochiq, quruq va issiq bo'ladi. Toshkentda 17 avgust kuni 36 daraja, 18 avgust kuni ham 36 daraja, 19 avgust kuni esa 37 daraja atrofida harorat prognoz qilinmoqda. Samarqandda esa kunduzgi harorat 33 gradus atrofida saqlanadi. Sirdaryo va Jizzaxda harorat taxminan 35-38 daraja oralig'ida bo'lishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida issiq havo saqlanib qoladi. Qarshida 17 va 18 avgust kunlari 37 daraja issiq, 19 avgust kuni esa 36-37 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Termizda kunduzgi harorat 38 daraja atrofida saqlanib, tunlari 23 darajaga yaqin bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ham asosan quruq va issiq ob-havo kuzatiladi. Andijonda 17-19 avgust kunlari kunduzi 34 darajagacha issiq bo'ladi. Namanganda 34 darajadan 36 darajagacha issiq, Farg'onada esa taxminan 31 daraja atrofida harorat bo'lishi prognoz qilinmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida nisbatan ancha salqin ob-havo bo'ladi. Chimyonda 17-18 avgust kunlari kunduzi 23 daraja, 19 avgustda 24 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Zominda esa 3 kun davomida 30 gradusga yaqin harorat kutilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, ob-havo haqidagi eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.